Tefsiri Müyesser. A'raf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey Peygamber! Kafirlarga sana biz nazil qilgan Qur'on bilan keldik. Qur'onni ilm, hikmat asosida tafsili bayon qildik. Sheksizki Qur'on insonlarni ozg'unlikdan qutuldirib, hidoyatga boshlovchidir. Allah'a iman etgan ve İslam şeriatiga amal qiladigan müminlerge rahmettir. Oyatda rahmetni müminlerge xos qilinganligining sababi Qur'ondan naf oladiganlarning müminler ekanligidandir. Kafirlar faqat Qur'onda ogohlantirilgan azobni kutadi. Qiyomat kuni ularni azob qo'rshigan chaqda hayat vaqtida Qur'onga ishonmagan va uningga amal qilmagan kafirlar bizga shundoq ro'shan bo'ldiki, Rabbimizning elchilari bizga rostilla haqiqatni elib kelgan. Bizga yaxshi nasihatlarni qilgan ekan. Endi Rabbimizning dargohida bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki bizning gunohdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Ular do'zaxga kirish va u joyda mangu qilish bilan o'zlarini cho'ng ziyonga uchratdi. Ular o'ydirib chiqqan shafaatchilari va Allohning qo'yib cho'qingan ma'budlari ularga qilchi asqatmadi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarning Rabbinglar osmonlarni va zaminni 6 kunda yo'qdan yaratgan. Ondan arshga o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda o'rdigan Allohdir. Alloh kechini kunduzga kirgizib, uning nurini ketkizadi. Kunduzni kechiga kirgizib, uning qorong'uligini ketkizadi. Bu ikkisi bir-biri bilan hamisha ashundoq navbatlashib turadi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni o'zining amriga bo'ysunadigan qilib yaratgan zotdir. Bularning hammasi Allah'ның qudratiga dalolat qiladigan alomatlardandir. Bilinglar ki, yaratishning hammasi va amr farmonning hammasi Allah'ның ilkidadir. Olamlarning Rabbi Allah barcha nuqson va kamchiliklardan albatta pokdir. Ey müminlar! Rabbinglarga kamtarlik bilan yalvorib turib, past ovozda duo qilinglar. Sheksizki Allah qo'ygan chekdan eshib ketguchilarni yoqtirmaydi. Sheksizki eng cho'ng chekdan eshish o'liklardan, atalmış avliyolardan madad tilash orqali Allohga sherik keltirishdir. Allah payg'ambar avatib yer yuzini isloh qilgan va itoatmanlar bilan dunyoni obod qilgandan keyin yer yuzida har qanday bir buzg'unchilikni qilmanglar. Allah'a uning azobidan qo'rqqan, mukofotini va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Sheksizki Allohning rahmati amalni yaxshi qilguvchilarga yaqindir. Allah yomg'ir yig'ish oldida mayin shamolni o'zining rahmatidan bishorat beradigan qilib avatadigan zotdir. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda Allah o shamollarni qaqas bo'lib ketgan zaminni, qurib ketgan dal-daraxt va o'simliklarni jonlantirib, yeshillikka aylantirish uchun mangdiradi. Allah yomg'ir yog'dirib berish orqali turli tuman o'simliklarni, ziroatlarni va dal-daraxtlarni chiqarib beradi. Meyvelik daraxtlar har xil meyvelarni beradi. Allah deydi-ki, biz qaqasliqdan o'lgan zaminni yomg'ir bilan tirildirgandek, chirib ketgan o'liklarni ana shundoq tirildirib qabrlardan chiqaramiz. Sizlarni buningdan ibrat olsin va Allohning o'liklarni tirildirishiga albatta qodir ekanligini bilsin deb oyatlarni mushundoq bayon qilamiz. Munbat yerga yomg'ir yog'sa, uning o'simligi Allohning irodasi bilan nihoyat yaxshi va to'liq unib chiqadi. Mümin odammi shuningga o'xshash bo'lib, Allohning oyatlaridan manfaat oladi va uning bilan go'zal bir hayotni barpo qiladi. Ammo
nachar yerning o'simligi nihoyatda qiyin va nachar unidi. Nachar yerdan yaxshi o'simlik chiqmaydi. Hech foydalang'ili bo'lmaydi. Kafirmi shuningga o'xshash Allohning oyatlaridan manfaat olmaydi. Allohning ne'matlariga shukr qiladigan, uningga itoat qiladigan qavm uchun haqiqatni isbotlaydigan dalil paketlarni mushundoq har turli shaklda bayon qilib beramiz. Sheksizki biz Nuh alayhissalomni o'z qavmini Allohni bir deb e'tiqod qilishga, ibodatni uning o'ziga qilishga da'vat qilsin deb ularga payg'ambar qilib avatdik. Nuh alayhissalom ularga: "Ey qavmim, Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Uningga itoat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq iloh yo'qdir. Shunga ibodatni Allohga qilinglar. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilmay, butlarga cho'qinishni davomlashtirsanglar, qiyomat kuni Allohning qattiq azobiga kelishinglardan ansirayman" dedi. Onun qavmining hakavur katta boshlari: "Ey Nuh, biz seni to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bir ozg'un odam deb qaraymiz" dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men hargiz ozg'un emas. Hech qanday bir masalada ezib ketgan yerim yo'q. Men faqatla mening va sizlarning, jumladan barliq odamlarning Rabbi bo'lgan Allah tarafidan avatilgan payg'ambarman. Men sizlarga Rabbimning amr farmonlarini yetkazaman. Allohga iymon etganlarga Allohning mukofotidan bishorat bergan, iymon etishdan bosh tortganlarni uning azobidan ogohlantirgan holda sizlarga nasihat qilyapman. Men Allohdan kelgan vahiy soyasida sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni Allohning g'azabiga uchrab kelishdan va Allohning azobiga tegishlik bo'lishdan ogohlantirish uchun oranglardan sizlar nasibini va rostchiligini biladigan bir kishi orqali Rabbinglar tarafidan sizlarni Allohning azobidan saqlansin va uning rahmatiga erishsin deb sizlarga ilohiy nasihatning kelganligidan hayron qilyapamsizlar. Ular yanala Nuhni yolg'onchi dedi. Şunun bilen biz Nuhni ve onun bilen kemede belli bo'lgan müminlerni qutqizdik. Bizning ro'shan dalil paketlarimizni inkar qilgan kafirlarni bo'lsa, suvda g'arq qildik. Chunki ular haqiqatni ko'rolmaydigan dili ko'r qavm edi. Ad qavmi Allohni qo'yib butlarga cho'qingan vaqtda biz ularga ularning qarindishi Hudni payg'ambar qilib avatdik. Hud ularga: "Ey qavmim, ibodatni Allohga qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ibodat qilinishga loyiq hech qanday iloh yo'qdir. Shunga ibodatni uning o'ziga qilinglar. Sizlar Allohning azobidan va uning g'azabidan qo'rqmamsizlar" dedi. Hud qavmining kafir katta boshlari: "Sen bizni ilahlarimizni tashlab, bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilganliging uchun biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta Allohning nomidan yolg'on aytibotidi deb qaraymiz" dedi. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmaq emas, balki men olamlarning Rabbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Men sizlarga Rabbimning amr farmonlarini yetkazaman. Men sizlarni Allohning diniga da'vat qilishda ishonchlik nasihatchiman. Sizlarga Allohdan kelgan vahiyni yetkazaman. Sizlarni Allohning azobidan ogohlantirish uchun oranglardan sizlar nasibini va rostchiligini biladigan bir kishi orqali Rabbinglar tarafidan sizlarga ilohiy nasihatning kelganligidan hayron qilyapamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Alloh sizlarni ularning o'rniga dassatdi. Sizlarni qomatlik va kuchli qildi. Allohning sizlarga ato qilgan sonsizligan ne'matlarni unutmanglar.
Nijatlıqqa erişişinglar üçün Allah'ның nimetlerini yad etip durunglar. Ad kavmi Hud aleyhissalamga sen bizni ata bovalarımız çokunup kelivatgan ma'budlarni tashlab, yalğız bir Allah'a ibadet qilishga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar so'zingda rasul bo'lsang, sen bizni qo'rqitib turayotgan shu azobni bir keltirib boqqina qani dedi. Hud alayhissalom qavmiga sizlarga Rabbinglarning azobi va g'azabi cho'qim tushadi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar iloh davogan aşı butlaringlar ustida men bilan munozirlashamsizlar. Halbuki Allah o narsalarning iloh ekanligi haqida hech qanday dalil tushirmagan. Chunki o butlar hech kishiga foyda yoki ziyon yetkazmaydigan maxluqlardir. Haqiqiy iloh hammaning yaratquchisi bo'lgan Allohdir. Sizlar Allah'ның azabının tushishini kutinglar. Men mu albatta sizlar bilan birlikda o azabning tushishini kutaman dedi. Bu oyat kafirlarga qilingan qattiq ogohlantirishni o'z ichiga olgan. Nihoyat Allah'ның azobi ularga qattiq bo'ron ofatini avatish bilan tushdi. Allah Hud alayhissalomga ve onun bilen birga bo'lganlarga katta rahmat ato qilib, ularni qutqizdi. Kafirlarning hammasini halok qilib, ularning yiltizini quritib tashladi. Ular Allah'ның oyatlarini inkor qilganligi va yaxshi amallarni qilishni tark etganligi uchun mu'minlardan emas edi. Samud qabilasi Allah'ni qo'yib, butlarga cho'qinganda, ularning qeyrindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. Salih ularga: "Ey qavmim, Allah'ның o'ziga ibodat qilinglar. Sizlarga Allah'dan boshqa ibodat qilinishga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'qdir. Shunga ibodatni uningga xos qilinglar. Manga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan o'p-o'chiq mo'jiza keldi. Men sizlarning talabinglarga asosan sizlarning oldinglarda turib Allohga duo qilib edim. Bu kishi tugini toshning ichidan chiqarib berdi. Sizlar uni qo'yib etinglar. Allohning ziminida erkin ozodi o'tlasin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlar qattiq azobga qolsizlar. Allah'ның nimetini esinglarda tutinglarki, o'z vaqtida Allah sizlarni od qavmidan keyin ularning o'rniga dasitib, yaxshi joyga o'rlashtirgan edi. Sizlar uning tuzlanliklarga katta imoratlarni sog'an, tog'larni teshib, uylar yasagan edinglar. Allah'ның ne'matlarini yod etinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedi. Salih qavmining hakavur katta boshlari yer yuzida bo'za qilingan va xo'rlangan mu'minlarga: "Sizlar Salihni Allah bizga avatgan payg'ambar deb bilamsizlar?" dedi. Mu'minlar: "Biz uning Allah avatgan haq payg'ambar ekanligiga albatta ishonamiz, uning diniga ishonamiz" dedi. Heliqi hakavurlar: "Sizlar payg'ambar deb agashgan Salihni biz cho'qim inkor qilamiz" dedi. Ondan ular Salihning shuncha ogohlantirishiga qaramay, heliqi kishi tugini bo'g'izlab tashladi. Rabbining amrini tutishdan bosh tortdi va Salihni masxara qilib: "Ey Salih, agar sen rostdan Allohning payg'ambarlaridan bo'ladigan bo'lsang, bizni qo'rqitgan shu azobni keltirib boqqina" dedi. Shuning bilan u kafirlarga qattiq zilzila yuzlandida qo'rqinchdan ularning yuraklari chiqib ketdi. Orqadanlar hammasi halok bo'lib turgan yerida qandoq turgan bo'lsa, shundoq ketib qolishdi. Ular kishi tugini bo'g'izlab halok bo'lganda, Salih alayhissalom ulardan yuz o'radi va ularga: "Ey qavmim, men sizlarga Rabbimning yetkazishga buyurgan amr farmonini to'liq yetkazdim. Kuchimning yetishicha sizlarga nasihat qildim. Bishorat va ogohlantirishlarni to'xtatmadim.
Lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmaydigan qavm ekansizlar. Şunu sizlar nasihat qilguvchilardan yuz o'ridinglar va har bir qo'g'landi shaytonga ergashdinglar dedi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.